Bu insonning vazifasi boshqa, lekin uning asosiy maqsadi insonlarga quvonch ulashish. Tanishing, doktor Roshan va uning fidoyi jamoasi. Toshkent shahridagi Milliy tibbiyot markazida o'z faoliyatini olib borayotgan eronlik doktor Roshan va uning o'zbekistonlik doktorlar jamoasi hozirgi kunda ko'plab insonlarga quvonch ulashib kelmoqda. Bu hech qanday reklama emas. Bu shunchaki siz uchun foydali tavsiya. Agarda siz va yaqin tanishlaringizda tizza va chanoq son bo'g'imidagi yemirilish, suyaklarni sinishi va asoratlari, bolalarda uchraydigan tug'ma va orttirilgan nuqsonlar, jumladan yassi oyoqlik, bolalar bosh miya falaji, ya'ni DTP, maymoqlik kabi ortopedik va travmatolog kasalliklari bo'lsa, sizga ushbu Milliy tibbiyot markazi va eronlik doktor Roshan boshchiligidagi doktorlar jamoasi yaqindan yordam berishadi. Hozir ushbu doktorlarning qilgan ishlari bilan tanishib chiqasiz. Bu yerda eng so'nggi zamonaviy tibbiyot texnologiyalari bilan amaliyot o'tkaziladi. Amaliyotdan so'ng muntazam nazoratda turasiz. O'zbekistonning barcha hududidan tashrif buyurishingiz mumkin. Manzil: Toshkent shahri Milliy tibbiyot markazi. Bu yerga kelib, shifo topganlar soni ortib bormoqda. Ushbu videoni barcha yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'yishingiz mumkin.